Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarni sesimliq bostirishi to'g'risida doklad e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining payshanba kuni e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharqi Turkistondagi musulmonlarga qarshi elib borgan sesimliq bostirishi fosh qilingan bo'lib, Uyg'ur, qozoq va musulmonlarni asos qilgan boshqa osonliq millatlarga qarata davlatning qo'li orqali insoniyatga qarshi jinoyat shakllantiradi deb qaralgan bir qator faoliyatlarni elib borganligi, bularning sesimliq holda tutib turish, qiyin qistoq va boshqa zulmlarni o'z ichiga oladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Doklad tayyorlash jarayonida ilgari lagerlarga qamalgan 50 dan ortiq kishi ziyorat qilingan. Sobiq mahbuslar Xitoy doiralarining kishilarni qanday qilib tili, diniy e'tiqodi va madaniyatidan voz kechishga majburlanganligini tasvirlab bergan. 160 betlik dokladda yaqinqi yillarda 100 minglagan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning lagerlarda tutib turilayotganligini va qiyin qistoqqa ilinganligi bayon qilingan va bu lagerlarning taqilishini talab qilgan. Dokladda yana xalqaro jamiyatni Xitoydan insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni to'xtatishni talab qilishga chaqirgan. Xalqaro kechirim tashkilotining Osiyo mutaxassisi Teresa Bergman rayonda yuzlagan ma'arif va o'zgartirish apparatlari to'g'rining qurilganligini bayon qilib, qiynash va boshqa nachar muomalalarning bu orqa ko'rinishda qurilgan lagerlarda ko'p uchraydigan ishlar ekanligini aytdi. Xitoy payshanba kuni Amerika va Yevropa ittifoqining Soda, texnika, Hong Kong va Uyg'ur masalasidagi besimini cheklash uchun chet elning jazosini bartaraf qilish qonun loyihasini ma'qulladi. Tönügün o'tkazilgan Xitoy 13-navbatlik mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining 29 qatimliq yig'inida bir qancha qonun loyihasi va ishga qaror ma'qullangan bo'lib, yangidan chet elning jazosiga qarshi turish qonuni rasmiy ma'qullangan. Egilanishicha, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq masalasi Xitoy Hong Kongda yo'lga qo'ygan davlat bexatarlik qonuni sababli Xitoyning Amerika va G'arb davlatlari bilan bo'lgan tirkishishi keskinlashgan. Amerika va G'arb davlatlari birlikda Xitoy shirkatlari va organlari hamda Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligiga chetishli Xitoy amaldorlariga ko'p qatim jazo yurgizgan. Shu sababli Xitoy chet elning jazosiga qarshi turish qonunini ma'qullagan. Amerikaning sobiq prezidenti Trump bilim mulk huquqi va Hong Kong, Tayvanga aloqador masalalar sababli Xitoyga embargo yurgizgan edi. Yana bir tarafdan Amerika, Angliya, Kanada va Yevropa ittifoqi davlatlari Uyg'ur masalasi sababidan bu yilning beshida Beyjingga jazo yurgizishni qaror qildi. Yaponiya bosh ministri Soga Tayvanni davlat deb atagandan keyin Xitoy Yaponiyaga inkos qaytardi. Xəvərlərə qaraganda Yaponiya bosh ministri Yoshihide Soga parlamentda qilgan so'zida Tayvanni davlat deb atagandan keyin Xitoy Yaponiyaga inkos qaytargan. Hindiston vaqt gazetining xabariga qaraganda bosh ministr Soga Yaponiya parlamentida so'z qilib, boshqa davlatlarda yo'lga qo'yilgan Xitoy virusi yuqumiga qarshi tadbirlar haqida to'xtalganda Tayvanni davlat deb tilga olgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Soganing bayonotining 1972-yili imzolangan Xitoy bilan Yaponiyaning birlashma xitobnomasini o'z ichiga olgan 4 diplomatik kelishimga xiloflik qilganligini aytgan. Egilanishicha, Tayvanning xalqaro tashkilotlardagi o'rni 1971-yildan boshlab aniq emas. Xitoy Soda ministri Wang Yintao va Amerika Soda ministri Gina Raimondo telefonlashgan bo'lib, soda va mablag' selishda sog'lom taraqqiyot va hamkorlikqa kafolatlik qilishning muhimligi to'g'risida birdaklik hosil qilgan, shundaqla bir qator andishalarni o'tirg'a qo'ygan. Amerika Soda ministrligi 10-iyun payshanba kuni ministr Raimondoning Xitoyning Soda ministri Wang Yintao bilan telefonda suhbatlashganligini e'lon qildi. Raimondo Wang Yintaoga Biden hukumatining amerikalik ishchilarni markaz qilgan iqtisodiy siyosatini tunishtirgan, shundaqla Xitoyning adolatsiz va bozorni burmalagan soda siyosatidan andisha qiladiganligini bildirgan. Xitoy hukumati bu vaqtdagi bayonotida ikki tarafning ba'zi masalalar va ko'ngil bo'ladigan sohalarda amaliy ko'z qarashlarni o'tirg'a qo'yganligini bayon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden bugun o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'iniga qatnashish uchun Angliyaga kelgandan keyin tunji nutqida Amerika qaytib keldi dedi. Biden Angliyaning Cornwall shahrida o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'ini uchun Angliyaga keldi. U o'zini kutib olgan havo armiya bazasida nutq so'zildi.
Amerikaning qaytib kelganligini ta'kidlagan Bayden, demokratik davlatlarning kelgusidagi eng muhim va eng qiyin xiris va masalalarni yengish uchun ular bilan birlikda turadiganligini oydinlashtirganligini aytdi. Bayden yana davlatining 500 million dollar BioNTech va Pfizer vaksinasini sotib olganligini va 100 ga yaqin tuvan va o'rta kirimlik davlatga iyona qiladiganligini e'lon qildi.